videoda oxirigacha ko'rsalaringiz sizlarga bir boshdan tushuntirib o'tamiz. Kanalimizda yangi bo'lsalar obuna bo'lib qo'yasizlar. Albatta like bosib qo'ysizlar, xudo xolasa sizlarga to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Hozir biz Farg'ona shahardamiz. Qadrdonlar, bitta like bosib qo'ygan bo'lsalaringiz, bo'lmasa videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum, Alisher aka. Sog'liq yaxshimi? Charchamang. Ha, aka bu rost. Bu yangiliklarimizni olib kelib qo'ydik. Yangiliklarimizdan mini mashinalar, elektrический bo'ladi. 4 kishi bemalol o'tirib maza qilib yursa bo'laveradi. 4 kishisi. Hamma sharoiti bor. Elektrический atiga 2000 so'mga, 2500 so'mga uy sharoitida to'ladi. Hozir zaryadi bilan. Bitta zaryad olganda necha kilovat tok yozadi? 3,5-4 kilovat yozyapti. 4 kilovat hisoblaganingizda ham hozir misol uchun 450 so'm bo'ladigan bo'lsa 1800 so'm bo'ladi. Bu endi 2 kilovatdan pastiga hisoblanadi. Endi oshgandan keyin oshgan narxi juda ham yaxshi. Bunda ham lekiga qiladi. O'shani hisobiga bu hozirgi sharoitda 60-70 kilometr yurib beryapti. 60-70. Yozga chiqib, ko'proq yurib beradi. 90-100 yurib beraveradi. Bitta ichlari salonlariga ham bitta e'tibor bersak, ichlari salonlari ham o'ta go'zal, ayol kishi ham, erkak kishiga ham bor. Buni svetlarimiz boshqacha bo'ladi. Qora xohlasangiz qora bo'ladi, kulrang xohlasangiz kulrangidan bo'ladi. Ichlari deb qo'yilardi. Unda buni stinkani tagida ham bor. Eslicho arkasidan ham ko'rsangiz aka zadniy vid kamerasi ham bor. Mana zadniy vid kameralari ham bor aka. Arqaga olayotganda ayol kishi minsa, arqaga olayotgan tepasida lyuki bor. Arkasidan ham ko'rsangiz aka zadniy vid kamerasi ham bor. Mana zadniy vid kameralari ham bor aka. Arqaga olayotganda ayol kishi minsa, arqaga olayotganda haligi birorta joyga urmasligi uchun zadniy vid kameralar qo'yilgan. ko'rsatib turadi. Ko'rsatib turadi. Endi buni aka balonlarimiz aka вообще go'zal qilingan sakadiskada. Diskalar mana diskoviy bo'ladi, tormozlari. Bularimiz 4 ga 10 razmerda bo'ladi bular. 4 ga 10 bo'ladi, 10 razmerda bo'ladi. Bular yaxshi. Endi akkumulyator nechtalik buni? Akkumulyatori litiy akkumulyator bo'ladi, 58 ga 72 bo'ladi. 58 ga 72 lik bo'ladi. Endi tushungan tushunadi, 58 amper, 72 voltlik bo'ladi. Bular litiy akkumulyator bo'ladi. Litiy deyishadi buni. Bitta ko'rsatishimiz ham mumkin. Pul sarf qilganingizda ham juda ko'p pul ketmaydi sizdan. Arzon aka, misol uchun narxini aytib qo'yaylik aka, necha pul narxi aka? Aka kelib